O'rtoqlar, Rad Center'dagi bo'lib turgan holat to'g'risida tushuntirish berib o'taman. Rad Center'a 5 kilovatli gibrid invertor qo'yilgan, eng zo'ridan. Akkumulyator bilan komplekt 105 amperlik 48 volt akkumulyator qo'yilgan. Yana данный moment Rad Center bozorida bitta magazinni berib turgan xarakteristikasi. Quyosh paneldan 186 kilovat kelib turibdi, lekin panellari ko'p, yetarli 5 kilovat polni komplekt, adashmasam 11 или 9 kilovat panel bor, yetarli. Havo bulutli holat hozir bu. Mana 3,5 kilovat magazin chiroqlari juda ko'p. Endi magazinning chiroqlari qancha yorug' bo'lsa, odamlarni ko'zi o'ynaydi, tovarlar chotki ko'rinadi. Shu degandek 3,5 kilovat magazin tok tortib yotibdi, akkumulyator o'chishini kutib yotibdi. Svet o'tsa akkumulyatordan ola boshlaydi. Bu sistemani qo'yganimizda bir adashmasam 5-6 oy bo'ldi. 1,78 kilovat setdan olib turibdi, 1,86 kilovat quyoshdan olib magazinga 3,5 berib turibdi. Bu ko'rsatilib o'qilish tartibi. Endi svotkasiga kiramiz, mana svotka. Mana svotkaga kirsak, yana bugungi holat bu yerda ko'rsangizlar bo'ladi. Soat 00 dan 12 gacha svet yo'q bo'lgan, o'chgan. 12 dan buyog'iga o'zi ishni boshlagan. Bo'p turibdi hozirgacha. Demak, bu yerda nima bo'ladi? Bozor tokini o'chirib qo'ydi, elektroset o'chdi bu yoqda qo'shilib. Mana kechagi chisloni ko'ramiz. Kechagi bo'lgan holat 00 dan soat 6 dan o'tgan, 7-8 largacha svet o'chib turgan. Soat 6 dan keyin svet o'chgan. Demak, kiyim bozorida soat 7 gacha svet o'chib turadi. Ertalabki kechki 6 da o'chirar ekanlar. Mana yana keyin oldingi kun. Bundan shu holatni ko'rsangizlar bo'ladi. 0 dan 7 gacha svet yo'q, elektroset o'chirilgan bozordan. 6 dan buyog'iga o'zi mana akkumulyatorlarda ishlaganini ko'rsangizlar bo'ladi. Ertalabgacha akkumulyatorda ishlab yotadi. Mana oxirgi tochka ko'rib turibsanglar 217 kilovat потребление bo'lib turibdi magazinda. 6-7 da почти 6:55 da. Bundan ham oldingi kunni ko'ramiz. Bundan ham oldingi kun ham shu ahvol. Demak, bozorda haqiqatan ham soat 6 dan keyin svetni o'chirar ekanlar. Men to'shni vaqtini aytaman o'chadigan. Так, потребление. Потребление сети. Bo'ldi. Значит, bu yoqda svet o'char ekan. 6 dan keyin svet o'char ekan. Ertalabgacha soat 7 gacha svet o'chiq holatda turar ekan. Demak, bozorda svetni o'chirib qo'yadilar bezopasnost uchun. Endi o'tdik. Keyin 1 oylik natijasi bozorni mana magazin ishlab turgan tokiga qaranglar. Qizillar ishlab turgan tok, setni olib turgan toki, setdan bu ko'klar quyosh panelini qilib turgan poddeshkasi bu oy, bulutli oy juda ko'p bo'ldi. Bu oy почти qora bulutli kunlar. Keyin o'tgan oyni ko'ramiz. Mana o'sha quyosh panelining energiyasi o'sha yarmidan ziyod. Ko'rib turganlaringdek. Shu deganda endi godovoyni ko'ramiz. Yillik mana община. Demak, 9-oy qo'yilgan ekan. 9-oy. Endi общini ko'ramiz. Invertor qo'yilgandan shu kungacha bo'lgan foydasi. Bu invertor tok sotishni funksiyasini o'chirib qo'yibmiz. Sababi bozorda har bir bilasizlar, sentralniy счетчик bor, katta 3 fozli. Undan magazinlarga mayda-mayda счетчикlar tortib, ularni hisob kitobi uchun отдельно yuritiladi. Bozor sistemasida sotish mumkin emas. Shuning uchun bu sotish funksiyasi o'chirilgan. Bu yerda ko'rsanglar, объем потребления energiya. Elektrosetdan 386 megavat olgan invertor ishlagandan. Quyosh orqali 216 megavat foyda qilgan quyosh orqali. Ana razlitsaga qaranglar. Mana shu qolgan shu 386 dan 216 ni ayirib tashlasa,
qolgan summani shu inverter qo'yilgan sentyabr oyidan boshlab bu yog'iga ishlab chiqqan energiya toki qanchalik ekonom qilgan. Yaxshi yeri bo'ladi, svet o'tsa bozorda bilasizlar, hamma yer tar anaqa motorchalar ishlab yotadi. Bularning magazini akkumulyator hisobiga polni tortib berib turibdi. Mana shunday natija. Bu oddiy bir inverterni ishlash jarayonini tushuntirib berish bo'ldi.